Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, barcha-barchalaringizga xayrli ish tilab qolamiz. Qadrdonlar, bugun 2026-yil 27-aprel sanasi. Yaxshi kun, yaxshi oy, chiroyli bir kunda sizlarga yana bir yangilik haqida ma'lumot bermoqchimiz do'stlar. O'zlarimizni Quruqtom madaniyat markazini ro'parasida bo'ladi. Bu tarafimiz Bahramomi do'koni, bu tarafimiz Igromi go'shxonasi, xudo xohlasa. Shuni yanında shu ko'rib turgan atmosferada Morojniy xona ish faoliyatini boshladi qadrdonlar. Birgalikda ukamizdan Feruzbekdan so'rab, sizlarni qiziqtirgan savollarga javob olamiz. Feruzbek, yaxshimisan? Sog'lig'ing, ishloving bo'laversin. Birgalikda. Sog'-omonmisan? Xudo xohlasa bemalol obunachilarimiz bilan salomlashishing mumkin. Assalomu alaykum amma. O'ng bo'lsin ishlar. Rahmat. Qadrdonlar, bilmaganlar uchun eslataman, meni ustozim Sotimboy Eshmetovni ustozimning nabiralari bo'ladi, xudo xohlasa. Rustamon bilan birgalikda tashabbuskor inson. Rustamon bog', do'konlari bor. Bundan tashqari yana go'sht do'kon, bir yana faoliyatini kengaytiryaptilar kundan-kuna. Ukamiz shuda hamkorlikda birgalikda Feruzbek ish faoliyatini boshladilar qadrdonlar. Qani endi senda necha so'mdan necha so'machali morojniylaring bor? Shular haqida bir qisqacha bir ma'lumot berib o'tsang. Bizda 5000 so'mdan boshlanadi. 5000, 7000, 10000. Uyali ikkitaman desalar 20000 so'mdan boshlanadi. Saboya 20000, 30000, 40 Baraveradi 60000 so'mgacha bor. Baraveradi. Ava. Bundan tashqari hozir bir gap aytdim Rustamon. Yeguliklardan novlar yana ichki yangiliklaring bor. Yeguliklardan hozirdan ham bitta shashlikimiz bor, podokimiz bor. Keyin gamburg bo'ladi. Yo'la qo'yasan xudo Ava, xolasa. xudo xolasa 200 kundan tushadi ham. Keyin somsamiz bo'ladi. Xudo xolasa. Ava. Faqat bir morojniyni o'zi bilan cheklanib qolmaysan shunda. Ava. Hurmatli kuzatuvchilar, guvoh bo'lganingizdek, faqat morojniy emas, shashlik ham, gamburg ham, undan tashqari o'zi guvoh bo'layotganlaringizdek, xuddi hamma narsa maktab o'quvchilarimiz uchun ham bir qadam 5-sinf maktabning o'quvchilari ham bemalol kelishlari mumkin. O'zi fabrikni ishlab chiqarilgan muzqaymoqlar ham bor, bu yerda. Ava. Fabrikning o'zi do'konnikilar ham bor. Endi men sizlarga shu o'rinda atmosferasini ko'rsatib bergan tarafdan ham qadrdonlarni ko'rib turganlaringizdek, oila bilan, farzandlar bilan, ota-onalaringiz bilan ham oilaviy kelib turib, bemalol shunda muzqaymoqni yeb yoki bo'lmasa shashlik yeb, gamburg yeb, bir hardiq chiqarib yetsangiz bo'ladi qadrdonlar. Endi Feruzbek xudo xohlasa 5000 so'mdan tutib 60000 so'mgacha morojniy bor deding. Ava. Bu kuzatuvchilarimiz uchun agar imkoniyati bo'lsa, shuni bir 3 xilisini, 5000likini, 7000likini nechik bo'ladi, shuni bir solib ko'rsatib bersang. Bo'ldi. Xudo xolasa ko'ramiz qadrdonlar. Hozir o'zingiz guvohi bo'lasizlar. 5000 so'mlikni ko'rinishi nechik bo'ladi? 7000 so'mlikni ko'rinishi nechik bo'ladi? Shular haqida bir qisqacha Hozir inadan nima bo'ladi? 2 xil ne bor? 2 xil morojniy. necha so'mlik bu? 10likdan beri. 10000 so'mlik, ha? Ava. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganlaringizdek 10000 so'mlik morojniy mana shuning ko'rinishida bo'ladi, xudo xolasa. Şimdi ikinci xil morojniyimizni ko'rsatamiz. Mevali. Bu mevali xili bu endi, ha? Ava. Mana bu necha so'mlik? Mamollik mevali. Bu 10000 so'mlik, ha? Hurmatli kuzatuvchilar, yaqinlashtirib ko'rsat, Asadbek, operator. Bu bom 10000 so'mlik, ha? Mevali xil ekan bu. 3-2 xili hozirda sotuvda mavjud. Ava. Yana arian tarafi Staboy, Ektadon, boshqasi dim ajoyib. Qadrdonlar, ko'rib turganlaringizdek yana xudo xohlasa imkon qadar sizlarga batafsil yoritib berishga harakat qildik. Shu atmosferada o'tirib oilangiz bilan, farzandlaringiz bilan yoki bo'lmasa do'stlar bilan ham bemalol kelib, endi banimiz xudo xohlasa yoz aynan mavsum boshlanadi.
Firuzbek aka, ishlaringga omad tilayman. Xudo xohlasa. Yana bir yangilik bor edi. Ayt. Xudo xolasa 2-3 kundan keyin beri monitordan FIFA chempionatlari boshlanadi futbol. Shuni ham yo'l osalyapman. Juda ajoyib. Gelib futbol ko'raveradilar. O'rtaga monitor qo'yib, fondi oilaviy, do'stlar hammasi kelib ko'raveradilar. Juda zo'r. Hurmatli kuzatuvchilar, futbol ishqibozlari uchun ham juda bir zo'r yangilik bo'layotir. Xudo xohlasa ekran qo'yiladi. Gelib bemalol do'stlar bilan ham gelib futbol ishqibozlari morojniy yeb yoki boshqa shashlikni yeb bemalol futbolni tomosha qilishlari mumkin. Tekin tomosha. Qadrdonlar, Xudo xohlasa videoni shu narsa ko'rganlaringiz uchun hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Bir like bosin. Iltimos, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Bemalol kelaverasizlar qadrdonlar.